Oğlum. 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 Ketamizmi? Dadajon, Oğlum. yaxshimisiz? Uyga ketamizmi? Ha, dadajon, uyga ketamiz. O'g'lingizga aytdim. Hozir siz olib ketadilar. Uyga ketamizmi? Ha, uyga ketamiz. Dadajon, Ana, Oğlum. ana o'g'lingiz keldilar. Keldi bu bola. keldim. Ketamizmi? Uyga ketamizmi? Ketamiz. Mashinaga qara. Olib kel mashinani. Mana mashinam. Hozir. Olib kel, olib kel. Hozir dadajon. Bo'ldi dada. Uyga ketamiz. Hozir ketamiz. Uyga ketamiz. Uyga ketamiz. Uyga ketamiz. Ko'rarmidi ko'zim yorug' dunyoni, ikkisi ko'zimga nurin bermasa, shu yoshgacha mag'rur yurarmidim men, yonimda tog'dayin otam bo'lmasa. Allohdan men uchun omadlar so'ra, bolam kelar deya yo'lga ko'z qada. Kim ham turar edi kunimga yara, yonimda duogo'y onam bo'lmasa, yonimda duogo'y otam bo'lmasa. Robbim panohingda asra onamni, Robbim panohingda asra otamni, madori bitguncha jonu tanimni, o'zingga omonat qildim ularni. Robbim panohingda asra onamni, Robbim panohingda asra otamni, madori bitguncha jonu tanimni, o'zingga omonat qildim ularni. Ulan şehidim, bekarga aytmagan. Voy, umridan baraka top. Oy, ey Xudo, ey Xudo, ey Xudo. Oğlumu tanımlarını soktugen, yüzünü yorittigen. Öz kuşma aldığına başını tanıtmagim. Ey Xudo, oğlumu işte kol kursa, o'zing madadkor bo'lgin Xudo. Iloyim bilan baraka topsin. Allohu akbar. O'zingga omonat qildim ularni, loyiqmanmi deya o'yga tonaman. Robbim asra deya duo qilaman. Goh qadrin bilmagan nodon bolaman, o'zingga omonat qildim ularni. Suvingdan quychi. Dadam charchabdilar. Kirib yotdilar, uxlab qoldilar. Har kuni o'zimni uyimga olib ketinglar, o'zimni uyimga qachon ketaman deb gapiraveradilar. Shu siz kelasiz, shu ko'chani bir aylantirib kelganingizdan keyin o'zimni uyimga keldim deb o'ylayaptilar. Sizni ko'rsalar xotirjam bo'lyaptilar dada. Dadasi lekin ko'chada qo'shni xotinlar nimaga har kuni kap-katta dadanglarni aravaga solib mahallada aylantirib yuribsizlar, uyalmaysizlarmi deb gapirishyapti. Lekin bir tomondan qo'shnilarning ham gapi to'g'ri-da dadasi. Dadam har kuni o'zlarini uylarida bo'lsa ham uyimga ketaman deydilar. Dadajon, o'zingiz uyingizdasiz desam ham tushunmaydilar. Siz ham oxirgi payt dadamni juda bir injiqliklarni ko'tarib, yosh bolada erkalatib yuboryapsiz-da. Hey, qo'shni xotinlarning g'ibati menga muhim emas. Menga dadajonimning duolari muhim. Tushundingmi? Nima qilay? Ko'rding-ku. Dadajon, siz hozir uyingizdasiz desam, baribir injiqlik qiladilar. Ha, undan ko'ra hozir sizni uyingizga olib borib qo'yaman deb
bir mahallani aylantirib kelaman. Xursand bo'lib, qara, mazza qilib dam olyapti. Dadajonimni har qanaqa injiqliklarini ko'taraman. Tushundingmi? Yoki dadajonim xizmatini qilganlariga orinyapsan. Yo'q, dadasi, unaqa emas. Hech qachon orinmagin. Dadajonimning duolarini hozir olsak, Robbim panohingda asra onamni, ham berilavermaydi. Robbim panohingda asra otamni, Qo'shnilar gapiga madori bitguncha jonu tanimni, o'zingga omonat qildim ularni. Robbim panohingda asra onamni, Robbim panohingda asra otamni, madori bitguncha jonu tanimni, o'zingga omonat qildim ularni. Ular bor boshimni egmas rag'am, onamning har so'zi dardimga malham. Borligi davlatim, savlatim, otam, o'zingga omonat qildim ularni, o'zingga omonat qildim ularni.